Elhamdülillah, ellezî la ilahe illa huve er-Rahmanur-Rahim. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu muhterem Müslüman yaşlarımız, her birisimizge Allah Subhanahu ve Taala öz mesuliyetimizni ada kıladigan yaxshi fursat ato qilsin. Bulup mu Müslüman yaş kıyırındaşlarımızın hazırki devirde öteydigan vazifesi ve mesuliyeti ve kıladigan tayyorligi ve kelgüsü Şarkı Türkistan Müslümanlarının azaltıqı dünya ve ahiret bahsiyatki eriş için kıladigan tirişçanlık ve birdan kurbanlığı bek muhim kıyırındaşlarımız. Şunun için bulup mu biz yaş kıyırındaşlar Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımıga erişeyli, Allah Subhanahu ve Taala'nın katta maksidi boğan ahirette cennetiga, bu dünyada rahmetiga erişeyli de olsak, biz kılışkı tegişlik yeni bir güzel, yaxşı işler var. O işler bizni her kandak bir cayda yaman işlağı çıp kılışımızdan, ya ki yaman işlağı hemra bu kılışımızdan, ya ki yaman işlağını biz güllendirip koyuşumuzdan bizim tusap koydu. Ve şundakla yaxşı işini kılışımızga türtki buludu. O bosumu hakkını biliş, ondan keyin hakkını tarqitishga ahmiyet beriş. Şuna Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de evvelen bizi öğretkini estağfirullah fa'lem ennehu la ilahe illallah. Sen bilgin başka her kandak yalgan ilahның, her kandak yalgan ilahdan kep çıkan yoluruk ve başlayan yollarının hemmisinin hata yalgan ilah ekanligini, fakat yalğuz Allah Subhanahu ve Taala'nın çokunuşqa, buyruklarını kabul kılışqa ve itaatmenlik bilen teslim bulup kızgınlık bilen boysunuşqa tegişlik hak ilah ekanligini ilim bilen bilgin dedi. Demek mana şu ayet bizni qargulaçı menişni, qargulaça bilgen ve bilivağınımız ve bunun işimizge soluvağınımızga ayışnemez, belki Allah düşürgen vahiy ilahi bilen, Allah bildirgen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirgen ve şundakla bizni toğrulu başlaganlar bildirgen hak bilen menişimizga, ilimge tayinişimizga, işinin beşidin tatip, itiqat, tevhidden tatip, hem işimizde ilimge tayinişimizga Allah alahid muş ayet arkalık bizim buyuruyordu. Şunun için biz kıyırındaşlarımız bulup mu yaşlar, evvelen biz hakkını otturup koyuşumuz için hakkını bilişimiz gerek. İkincisi, hakkını tunup bilgen her kandak bir hak karta biz onu özümüz kabul kılıp özümüz amel kılışımız gerek. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte amelinin az bozumu devam kılgını yaxşı degen. Demek her kanda bir anlagan ve bilgen haklarımızga devam kılıp tirişip az azdan küçümüz ve xidarımızı terakki kıldıırıp amel kılışqa ahmet beriş bizning üstümüz lazım. Biz özümüzge hakkını sığdırgandan keyin nima ish qilishimiz kerak? Undan keyin atrofimizdagi kishilarga haqqni tarqatishga ahmiyat berishimiz kerak. Shuning uchun Allah Subhanahu va Taala Qur'oni Karimda astagfirullah va qulu qawlan sadida deydi. Sizlar to'g'ri gapni qilinglar. Ya'ni qaysi o'rinda, qaysi joyda, qaysi maydonda bo'lsanglar, to'g'ri gapni dangil deydi. Demek biz haq, to'g'ri gapni o'ttirib qo'ydigan, tarqitadigan, to'g'ri gapni o'zimiz o'rganib ham amal qiladigan bo'lsak, o vaqtda har qanday bir joydan nahaq yo'q bo'ladi. O'zligidan nahaq yiroqlashadi. Ja'al haq va zahiqal batil, innal batila kana zahuqa. Haq keldi. Nahaq o'zligidan yo'q bo'ldi. Aslida batil degan yo'q narsa edi, deydi Allah Subhanahu va Taala. Qarindoshlarimiz, shuning uchun biz qayerda bo'lsak haqni g'albiga erishtiramiz. Bulup mu bizdeki Şarkı Türkistan Müslümanları halkımızı hakka çağırırız ve hakta devam etkizimiz ve şu biz çağırgan Kur'an hadis ruhuga uygun bo'lgan dini ve bizninki ademi hak hukuklarımızı ve şundakla Allah bize topşirgan ibadi hukuklarımızı emilleştirimiz deydigan bo'lsak, biz çokum her kandak bir vakit ve bir şeraitde Allah Taala bizi öğretken boyunca haqni bilish bilan birga haqni o'ttirib qo'yishga har birisimiz tirishchilik qilishimiz kerak. Ana shundaq haqni o'ttirib qo'ydigan, haqni atrofga yaydigan
haqni qo'llaganlar bilan birga turadigan mushundaq kishilardan bo'lgan vaqtimizda ondan Alloh subhanahu va taolo bizga tuvandagidek natijalarni berdi. O bo'lsa-mu Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi: "Yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum zunubakum." Alloh subhanahu va taolo sizlarga amringlarni tuzashtirib berdi. Dunyolik va oxiratlik amringlarni Allah razı bo'ladigan, Allah hem yardım beradigan, hem düşmanların üstüden g'alaba qozonadigan, oxiratda jannatga kiradigan, bu dunyoda shaytonninki, inson jinning shaytonlarining izqilaridan qutuladigan shunday yaxshi ishga Allah iyi qiladi. Allah sizlarga yomon qilmish jinoyatlaringlarni kechirim qiladi. Mayli o qilmish siyosiy jinoyatinglar bo'lsin, ana shunda Xitoy kommunistlariga uzundan biri oldinib yashagan siyosiy jinoyatlar bo'lsin, yoki ijtimoiy jinoyatlar bo'lsin, yolg'on gap, yolg'on axloq, islom nomidan yashab lekin o'zinglarni tuzatmagan yomon ishinglar bo'lsin. Yoki Alloh bilan bo'lgan aloqanglar, ibodatinglar, namozinglar, ro'zinglar, zakatinglar, diniy xizmatinglar, diniy bo'lgan barliq Allohga bo'lgan ixlos bilan qilgan yaxshi amallaringlarda bo'lsin, qilgan jinoyatlarni Alloh kechirdi. Demak, qarindoshlarimiz, biz nimaga jur'at qilmayotamiz? O'zimizda, oilamizda, jamiyatimizda, atrofimizda bizningki har bir hayotimizdagi xatoliklarimizni o'zimiz e'tirof qilishga, haqni o'ttirib qo'yishga, haq bilan birga bo'lishga e'tirof qilmayotamiz. Shuning uchun biz mana shundaq har turli bizni qoplayotgan fitnani qutlamay qolayotamiz qarindoshlarimiz. Lekin haqni tunish, haqni o'ttirib qo'yish, haqni amal qilish, jakarlashda qanday qilish kerak desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida deganki, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Sizlar haqni biladiganlarni so'ranglar. Sizlar haqni bilmasanglar dedi. Unda bo'lgandikin biz zodi atrofimizdagi mishadi zikridir. Zikr degan Qur'on, hadis va uning hidoyat nurlarini diniy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, oila, jamiyat, xalqaroliq tarafdan düşmanlarımız qildigan vosita, harakat, jihad, da'vat va barliq muomala tarafdan bizning o'zimizni isloh qilish, jamiyatimizni isloh qilish, xalqimizni qutqarish jihatdan biladigan shundaq Qur'on, hadis egilari bo'lgan ilm ahliga sizlar murojaat qilinglar. Siyosiy va diniy jihatdan har bir ishni va fanniy jihatdan har bir ishni biladigan shu ishninki asli egilari tarafiga murojaat qilinglar dedi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz mush ishda avvalan biladiganlarning yo'li bo'yicha ish qilishimiz kerak. Ikkinchi qilib biz mush Qur'on hadis buyurgan ilm ahli, bilarmanlar va Allohning yo'liga boshlaydigan diniy va siyosiy ulamolarning Qur'onga uyg'un bo'lgan shundaq bizni qarta yo'l boshlashiga ayishimiz bilan birga biz ular bizga tushuntirib qo'ygan Qur'onga uyg'un bo'lgan Allohning payg'ambari bo'lib bizni tushuntirgan haqni qayerda bo'lsak zikrlashga ahamiyat bersak, Alloh subhanahu va taolo bizni o'zining yuqorqi yordamlariga erishtirdi. Ham Alloh subhanahu va taolo bu oyatning oxirisida faqad faza fawzan azima. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Har qanday bir mu'min Allohga, uning payg'ambariga itoat qilsa, katta maqsadga erishdi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, yuqorqi yaxshi amallarni qilish bilan birga har bir ishning eng muqaddimasi Allohga itoat qilish, payg'ambarga itoat qilish, Alloh uning ko'rsatmasi bo'yicha, payg'ambarning ko'rsatmasi bo'yicha yashash. Ana shunday yashab, yaxshi amalga davom qilsak, cho'qim dunyodami, oxiratdami katta maqsadga erishamiz. Sura Ahzab 70-71 oyat. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.